İkinci Cumhuriyetning milliy qahramoni Qurbon Burhoniddinov. Qurbon Burhoniddinov 1915-yili İli vadisida dunyoga kelgan. Uning ota-bobolarimi milodiya 1760-yillarining oldi keynida Xotan Qoraqoshdan İli vadisiga ko'chirilgan bo'lib, Sodir Palvon va G'ani Boturning ota-bobolari bilan bir qatorda G'uljiga yerlashgan edi. Qurbon Boturning bovusi Hafiz Burhoniddin dinniy va fanniy ilmlarda kamolatga yetgan mo'tavar edi. Mazkur jamoat İli sultonligining qurilish bosqichida Sodir palvonlar bilan bir qatorda zo'r to'hfa ko'rsatishgan edi. Qurbon Burhoniddinov 14 yoshga kirgan yili Yatsudagi Uyg'ur milliy va ma'naviy peshvosi Nazar Xo'ja iliga ko'chib kelgan edi. Shu vajidan Qurbon Burhoniddinov oqsoqollarning tavsiyasi bilan Nazar Xo'janing qo'lida tarbiyalangan. Bu jarayonda u Hamid Muslimov bilan jonjigar aka-ukalardan bo'lib qolgan. 1935-yili Qurbon Burhoniddinov ustozi va Hamid Boturning tavsiyasi bilan Urumchidagi harbiy oliy maktabda o'qigan. Bu jarayonda Sopaxun bilan yaqin munosabat o'rnatgan. Bu xil alayda munosabat keyincha Sopaxun va askarlarining gomindangchilarning 5 cho'ng qorshov qamilini bo'sib o'tib, Azad Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Milliy armiyasiga qo'shilishida va Aqsuni azod qilishdek to'hfalarida muhim rol o'ynagan edi. Qurbon Burhoniddin 1939-yili harbiy maktabni bitirib, Oltoydagi Qozoq-Mo'ng'ul chegara mudofaa atritining yosh siyosiy komissari bo'lgan. 1942-yili Shingsay Stalindan yuz o'rgandan keyin ilgari yo'qotishga bahona topolmagan kishilarni yo'qotishga boshlagan. Ishoq Bekni qochirayotgan Fatih Botur bilan inisi Hamid Botur ikkisini yoshirin muhofazat qilgan Qurbon Burhoniddinov 1943-yili kuz oylarida vaziyatning qisitishi bilan Ilidan Olmataga qochib chiqqan edi. Nilqi qo'zg'olonchilari 1944-yili 3-noyabr dushmanning harbiy aeroplanlar va harbiy mashinalarning himoyasida Ulastoyga qilgan oxirgi kuchlik hujumini to'liq bichit qilib, Qarasu urushida dushmanning hammasini yo'qotgan. Orqadanla chaqmoq tezligida G'ulji shahriga hujum qilgan. Bu chaqda Stalin hukumati mazkur milliy inqilobchilarni to'liq kontrol qilish uchun Petr Romanovich Aleksandrov degan o'rus harbiyni Iskandar degan Uyg'urcha ism bilan atab, maslahatchi va qo'mondon nomi bilan 7-noyabr kuni G'uljiga yo'llab bergan. Aleksandrov o'zini barliq milliy inqilobchilarning bosh qo'mondoni deb atab, G'uljini azod qilishdek muhim harakatga yetakchilik qilishga boshlagan. 1944-yili 12-noyabr kuni G'ulji shahrida Azad Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti vaqtliq hukumati qurilgan. Aleksandrov yanala barliq qurolliq atratlarning vaqtliq bosh qo'mondonlik o'rnini saqlab qolgan. Bu chaqda aerodrom, Liangshan butxonasi va Harambog'dagi qoldiq dushmanlar texi to'liq yo'qitilmagan edi. Xitoy Gomindang hukumati Ilida cho'ng qatliam qilish uchun o'zining eng sarxil qo'shinini G'uljiga avatgan. Sovet KGB ma'lumotlaridan G'uljiga 22 kilometr qolg'uchi qistab kelgan Gomindang armiyasining Xitoydagi 11 yillik ishki urushlar va Yaponga qarshi 7 yillik urushlarda pishqan jangovar qismlar ekanligidan xabar tepib, so'g'oq targa cho'mgan Petr Romanovich Aleksandrov Sovet hukumatining G'uljidagi hukumat arboblarini tez suratda qo'rg'as bilan Olmataga chekinish tavsiyasidan xushal bo'lib, xazinadagi qimmatbaholiq boyliqlarni bir harbiy mashinaga liq qochilab, hammadan burun qechib ketishga tayyorlangan. Uni to'sishga hech kim jur'at qila olmagan. Buningdan voqif bo'lgan G'ani Botur Harambog' oldingi sepidan qaytib kelib, Aleksandrovni etib etmoqchi bo'lgan. Angacha G'ani Boturning Sovet hukumati bilan Sharqiy Turkiston hukumati orasiga so'g'oqchilik paydo qilishini xohlamagan qahramon Burhoniddinov harbiylarga xos fam va qat'iylik bilan keskin buyruq berib, Sovetga qochmoqchi bo'lgan to'xo yurak Aleksandrovni tutqun qilib, o'g'irlagan bir mashina boyliqni davlat xazinasiga qaytargan.
Bu voqea bütün inqilobchilar orasida zo'r g'ulg'uli qo'zg'agan. Bütün vatanparvarlar Petr Romanovich Iskandarni qo'lga olgan Qurbon Burhonidinovni olqishlagan. Batur Qurbon Burhonidinovning Stalin alayida avatgan O'rus bosh qo'mondan Iskandarni tutqun qilishi zo'r voqea edi. Lekin ayni chog'dagi Sharqiy Turkiston hukumati rahbarlari bu voqea tufaylidan Sovet hukumati bilan yomonlashib qolishdan andish qilib bu voqeaning jarayonini yumshatib xabar qilgan. Batur Qurbon Burhonidinovga chora ko'rish Pilichi qo'lidagi tajovuzchi dushmanlarni yo'qotgandan keyingi vaqtga surilgan. 17 yanvar kuni bütün G'ulji xalqi davlat rahbarlari va nilqi baturlari tarafidan umumiy safarbar qilinib, hamma birdek urushga qatnashgan va 2 kecha kunduzlik shiddatlik hayot mamatlik urushda Pilichi qo'li atrofiga qistab kelgan kuchlik Gomindan qo'shinlari butunlay to'liq yo'qotilgan. Mazkur qahrton qishdagi shiddatlik hayot mamatlik urush dunyo harbiy ishlar tarixidagi eng oz uchraydigan mo'jiza hisoblanadi. Pilichi qo'lidagi hayot mamatlik urushdan keyin bütün qurolliq atratlar G'uljidagi 3 cho'ng muhim o'ringa solinib olgan qalduq dushmanlarga qarshi umumiy hujum boshlagan. Qurbon Burhonidinov boshlagan jangovar qo'shin aerodromni ozod qilgan. Osman İbrahimov va G'ani Batur boshlagan qismlar Harambog' ichidagi dushmanlarni yo'qotgan. Fatih Batur va boshqa jasur azimatlar boshlagan qismlar Liangshan butxonasi ichidagi qalduq dushmanlarni to'liq taslim qildirgan. Shunda qilib 21 yanvardan 31 yanvargacha bo'lgan 11 kun ichida G'ulji shahridagi dushmanlar butunlay yo'qotilgan. Qurbon Burhonidinov Nilqa va G'uljida bo'lgan barliq urushlarda tangdoshsiz tuhfa ko'rsatganlikdan Sharqiy Turkiston hukumati uningga harbiy chora ko'rish ishini uni taqdirlashga o'zgartgan. Stalin hukumati Sovetning sha'niga dog' tushirgan O'rus Iskandarni qattiq ayblagan. Adaqcha kurash qilishni tashabbus qilgan qahramon azmatlarga maxsus tabriknoma avatgan. Şoňlaşqa Sharqiy Turkiston hukumati 1945-yili 27 yanvar kuni 13-nomerlik muhim qaror ma'qullab, xalqni dushmanga tashlab berib, o'zi g'animat buyumlarni elib Sovetga qochib ketmoqchi bo'lgan O'rus Iskandarning harbiy ishlar nozirlik mansibini bekor qilib, uni 1 fevral kuni chegaradan qo'g'lab chiqargan. Qurbon Burhonidinov aerodromdagi urushlarda yaralanib bir mezgil dam olgan. 1945-yili Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati Qurbon Burhonidinovga xalq qahramoni degan eng oliy nomni bergan. Qurbon Burhonidinov 1945-yili Jing va Shixoni ozod qilish urushlarida shimoliy yo'linish qo'shiniga yetakchilik qilib, Altay, Tarbag'atay va Cho'chaklarni ozod qilgan. 1955-yili Qurbon Burhonidinov G'ani Batur va Fatih Baturlarga agishib Sovet ittifoqiga chiqib ketgan.